Assalomu alaykum. Men Mirsaidova Umida Akmalovna, oliy toifali endokrinolog shifokorman. Dermatovenerologiya va kosmetologiya markazida qariyb 3 yildan beri faoliyat olib bormoqdaman. Bugungi mavzuyimiz hozirgi zamondagi dolzarb muammolardan biri ortiqcha vazn hamda semizlik haqida. Ortiqcha vazn va semizlik bu hozirgi kundagi diabetdan keyin turuvchi asosiy muammolardan biridir. Boshqacha qilib aytganda, aynan qandli diabetga olib keluvchi moyillik omillaridan biri hisoblanadi. Ortiqcha vazn va semizlik bilan markazimizga tashrif buyurgan bemorlar to'liq shikoyatlari hamda obyektiv ko'rik natijalari bilan tanishganimizdan so'ng ularni laborator va instrumental tekshiruvlarga jo'natamiz. Bunda albatta birinchi bajariladigan ish bioimpedansimetriya tekshiruv usulidir. Bioimpedansimetriya tekshiruv usulida biz organizm tarkibiy qismlari, yog' massasi qancha, mushak massasi qancha, suyaklar og'irmi yoki yengilmi, shish bormi tanada, shularni aniqlaganimizdan so'ng shularga asosan laborator hamda tahliliy natijalar yuboriladi. Birinchi o'rinda organizmda kamqonlik bormi, uni aniqlash maqsadida umumiy qon analizi, organizmda yallig'lanish o'choqlari bormi yoki yo'qmi aniqlash maqsadida esa umumiy siydik analizi, umumiy najas analizi, yallig'lanish markorlari aniqlanadi. Bu bo'lishi mumkin jinsiy a'zolardagi shamollash hamda bo'g'im shamollashlari. Ortiqcha vazn va semizlikka olib keluvchi endokrin sabablarni aniqlash maqsadida esa qalqonsimon bez faoliyati, buyrak usti bezi faoliyati, oshqozon osti bezi faoliyati hamda prolaktin miqdori aniqlanadi. Ushbu gormonlarda qandaydir nomutanosiblik, kamlik yoki ko'plik chiqadigan bo'lsa, davolash taktikasi shu asosda tuziladi. Aynan dermatologiya markazida laboratoriya xizmatlari mavjudmi bemorlar tahlillar topshirish uchun? Markazimizda ortiqcha vazn hamda semizlikka aloqador hamma laborator va instrumental tekshiruvlar mavjud. Bemorlar markazimizga kelgandan keyin shu yerni o'zida hamma tekshiruvlardan o'ta olishadi. Bugungi kunda nafaqat markazda O'zbekiston aholisi, balki chet el fuqarolari ham kelib davolanishyapti, to'g'rimi? Ha, albatta. Markazimizda bir qator davlatlardan bemorlar tashrif buyurishadi. Xususan Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston hamda Rossiyadan. Ortiqcha vazn va semizlik bilan birga komorbid holatda teri kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, laborator tahlil natijalaridan so'ng ularga statsionar davo taklif qilinadi va bu uchun markazimizda hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Bugungi kunda qabulingizga kelayotgan bemorlar necha yoshdan necha yoshgacha ortiqcha vazndan shikoyat qilib kelishyapti? Bugungi kunga kelib ortiqcha vazn hamda semizlik ekologik muammolar hamda noto'g'ri hayot tarzi tufayli juda ham yosharmoqda. Shuning uchun qabulimga kelgan bemorlar orasida nafaqat 18 yoshdan kattalar, balki bolalar hamda o'smirlar orasida ham semizlik muammolar mavjudligini ko'rib turibmiz. Markazda qanday davo choralari qo'llaniladi aynan ortiqcha vazndan shikoyat qilayotgan bemorlarga? Ortiqcha vazn hamda semizlik bilan kelayotgan bemorlar laborator tahlil hamda instrumental tekshiruvlardan o'tgandan keyin davolash protokollari asosida 3 oy davomida davolanishadi. Bu davodan keyin ortiqcha yog'lar erishi natijasida teri osilib qoladi. Teri osilishini ketkazish hamda tarangligini oshirish uchun biza teri korreksiyasi maqsadida kosmetologlarga murojaat qilamiz. Jismoniy mashq ko'p qilyapman, ammo qorinning yo'qolishidan darak yo'q. Bizda qanday yechim bor, Baxtiyor?
Bizda Klato Cryolipolis apparati bor. Bu Koreyada ishlab chiqarilgan. Mana bu yerda vakuumi bor. Bu o'sha qorinni o'ziga tortib oladi va -9 gradusda sovutib yog' hujayralarini eritib yuboradi. 2-3 oy mobaynida bu organizmdan yog' hujayralar o'zi chiqib ketadi. Bitta protsedurada qancha santimetr yog' ketadi? Bitta protsedurada 4 santimetr yog' chiqib ketadi organizmdan. Hamma uchun effekt qiziq. Albatta effekti bor. Bir necha protseduradan olganingizdan keyin o'sha yog' qatlami ketganini sezasiz. Bu aynan ozishni xohlaganlar uchun kerakli bo'lgan uskuna. Albatta agar siz og'riqsiz yog' qatlamlarini ketkazmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Umid opa, endokrinolog shifokorsiz, aynan ortiqcha vazndan shikoyat qilayotgan bemorlar endokrin tizimidagi muammolarni bartaraf etishsa, gormonlar o'z holatida, normal holatda tursa, ularda ozish holati qanchalik tez yuzaga keladi? Ya'ni o'zini vazniga ega bo'lish. Dermatologik kasallik hamda semizlik bilan birga kelgan bemorlarimizda gormonal korreksiya qilingandan keyin juda ham yaxshi natijalar olmoqdamiz. Bunda asosan parhezga e'tibor beramiz, ya'ni dermatologik kasallik turiga qarab nafaqat semizlik va ortiqcha vaznni ketkazish uchun, balki aynan dermatologik kasalliklarda nima mahsulot mumkin yoki mumkin emasligini aniqlagan holda individual menyu tuzib beriladi. Va bu natijalari juda ham quvonarli, chunki targetni to'g'ridan-to'g'ri gormonlarni to'g'rilashga qarshi qilingan chora-tadbirlar yaxshi natijalar bermoqda. Aynan bizning markazimizga kelayotgan savollardan juda ko'pi bu jismoniy mashqlar bilan ko'p shug'ullanaman yoki dieta qilaman, ammo o'sha qorindagi ortiqcha yog'lardan xalos bo'lish juda qiyin bo'lyapti degan savollar ko'p. Bunga nima deysiz? Bioimpedansimetriya tekshiruvi aynan shuning uchun o'tkazilinadi, chunki bizni shu bemorlarimizda mushaklar chidamliligi sportga qay darajada tayyor. Shuni bilganimizdan keyin biz sport mumkinmi yoki mumkin emasmi aniq ayta olamiz. Bir xil holatlarda organizm hali mushaklari sportga tayyor bo'lmagan holatda qilingan parhez yoki jismoniy harakat qaytamga aksimcha organizm holatini yomonlashiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun avval qanday defitsitlar borligini bilganimizdan keyin, vitamin va mikroelementlar organizmda to'ldirilgandan keyin biz sportga ruxsat beramiz. Semizlik va ortiqcha vazn qiynayotgan bemorlarimiz uchun tekshiriladigan check-up ro'yxatini qoldiraman. Agar sizni vazningiz bo'yingizga qay darajada mosligini bilmoqchi bo'lsangiz, aynan tana vazni indeksini hisoblaydigan formulani ham qoldiramiz. Ortiqcha vazn va semizlikdan qiynalayotgan bo'lsangiz, aynan bizning markazimizga tashrif buyuring hamda tajribali shifokorlar sizga xizmat qilishdan doimo mamnun ekanligimizni his qiling. Стрии – это растяжки, которые появляются во время беременности, после резкого похудения, в подростковом периоде, во время интенсивного роста и гормональной перестройки. Они кажутся безобидными, но на деле сильно влияют на уверенность в себе. На раннем этапе, пока стрии еще красные, лучшим решением становится сосудистый лазер. Он эффективно устраняет свежие растяжки и предотвращает их углубление. Если стрии уже побледнели, то на помощь приходят современные методы – инъекции полимолочной кислоты, препаратов на основе полинуклеотидов, тулевый лазер с сыворотками, микроигольчатый РФ-лифтинг. Эти процедуры улучшают текстуру кожи и восстанавливают ее упругость и гладкость. Обратитесь в наш центр, и мы поможем вернуть вашей коже здоровый и эстетичный вид. Ularda asosiy shikoyati oq dog'ga ko'rayotganinglardek bo'tda va qorin sohasida mana bu yerda paydo bo'lgan ular oq dog' kasalligimi deb juda ham qo'rqishgan. O'zligini doktorlari ham oq dog' bo'lishi mumkin, shuning uchun tekshirtiringlar deb tavsiya berishgan. Bizga kelishdi, bizda bu yerda qizchadan mana shu qorin sohasidan kichkinagina teri oldi. Og'rimadimi? Yo'q, unaqa og'riq bo'lmagan va gistologiyada oq xol chiqdi. Ya'ni bu kasallik hisoblanmaydi. Bu oq dog' kasallik emas, bu vitiligo emas. Oq dog' xuddi norli oqintir turi hisoblanadi. Ya'ni qizil xol norli, jigarrang norli bo'ladi. Bu norliga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Oq bo'lsa voydod oq dog' kasallik bo'lib qoldi deb o'ylashadi. Lekin biz bu narsaga aniq tashxis qo'yib bera olamiz va bu
juda ham katta pullarni ham tejaydi. Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi O'zbekiston Respublikasining yetakchi tibbiy muassasalaridan biri bo'lib, dermatologiya, venerologiya va kosmetologiya sohalarida yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Markaz aholiga zamonaviy va ilmiy asoslangan tashxislash va davolash usullari bilan xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar olib borish, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish markazning asosiy faoliyatlaridan biridir. Jumladan, markaz quyidagi yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatadi: dermatologiya, teri kasalliklarini tashxislash va davolash; venerologiya, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni davolash va profilaktika qilish; kosmetologiya, estetik muammolarni bartaraf etish, jumladan yuz va tana parvarishi bo'yicha ilg'or muolajalar; mikologiya, zamburug'li kasalliklarni aniqlash va davolash; plastik jarrohlik, tashqi ko'rinishni yaxshilashga qaratilgan jarrohlik amaliyotlari; soch ekish, soch yo'qotish muammosini hal qilish; podologiya, oyoq terisi va tirnoq kasalliklarini davolash. Markazning imkoniyatlari quyidagicha: 160 dan ortiq bemorga statsionar davolash uchun o'rinlar mavjud. Maslahat poliklinikasi bir smenada 100 nafargacha bemor qabul qila oladi. Zamonaviy laboratoriyalar, teri va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni tashxislash va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. 96 nafar yuqori malakali shifokor, ulardan 13 nafari tibbiyot fanlari doktori, 23 nafari tibbiyot fanlari nomzodidir. Dermatovenerologiya va kosmetologiya markazi quyidagi innovatsion xizmatlarni taklif etadi: vitiligo kasalligida avtomelanotitlarni ko'chirish, terining rang o'zgarishiga qarshi innovatsion usul. T-pigment sohasini dermabraziya, ya'ni apparat yordamida dermabraziya qilamiz va shu sohaga keyinchalik o'sha tayyor bo'lgan melanosit hujayralarimizni qo'yamiz va shu sohani maxsus materiallarimiz bor, xirurgik materiallar. O'shalar orqali yopib qo'yamiz. Shunda amaliyotdan keyin bemor qo'li sohasida joylashgan bo'lsa, bu 7 kun davomida bog'lovlar turadi. Ya'ni bemorlar hech qanaqa perevyaskalar yoki boshqa narsalar qilishlisi shart bo'lmaydi. Soch va qosh ekish, tabiiy soch tiklash, videotrixodermatoskopiya, soch va bosh terini batafsil diagnostika qilish. Hozirgi kunda biz 5000 tadan ortiq soch ekish jarayonini o'tkazganmiz, hammasi muvaffaqiyatli. Asosan bemorlarimiz 70% bu o'zbekistonlik, 30% bu chet el hisoblanadi. Jinsiy a'zolar autoplazma terapiyasi, hujayralar yangilanishini rag'batlantirish. Kondilomalar, kontagiozniy mollyuskalarni davolashda ishlatiladigan uskunasidan biri hisoblanadi. Plastika estetik jarrohlik, lazer texnologiyalari va zamonaviy jarrohlik usullaridan foydalanish. Hozir biz bemorimizda husnbuzarni davolash muolajasini o'tkazamiz. Bu ko'rib turganingizdek PGL lazer bu qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni husnbuzarga ta'sir etuvchi o'sha qon tomirlarni yallig'lanishlarini ketkazish uchun. Bundan tashqari yana propion bakteriya akneni o'ldirish uchun xizmat qiladi bu lazerimiz. Fizioterapevtik davolash usullari, muolajalar orqali teri kasalliklarini davolash. Markaz o'zining yuqori malakali shifokorlari va zamonaviy tibbiy uskunalari bilan aholiga eng yaxshi tibbiy xizmatni ko'rsatishga intiladi.